Qani edi bitta ukam bo'lsa, hamma ish tushungan qildiradi. Joning ham tegdi u. Men sizga nima, palamoshsan? Ha o'g'lim, tushunaman. Enang o'tib ketganiga 30 yil bo'lyapti. 30 yildan beri kirdi yuvasan, ovqat qilasan, senga ham qiyin. Xohlaysanmi senga bitta ukacha olib kelaman? Dada, onamiz yo'q-ku. Vot именно, o'sha ukangda onasi bor-da. Dada, va nihoyat. Men shu narsani ancha yildan beri kutdim. Dada, endi hamma ishni ukam qiladimi? Dadajon, men roziman. Yo deyman, hammasi zo'r. Otam xotinli bo'ldi, men bitta ukalik bo'ldim. Lekin hammasi o'sha, faqat lagan boshqa. Ki vaqtlamada men mana kirlarni ham yo'q. Tushunmadim, sen akangga buyruq beryapsanmi sen? Sariq sabzi, men bu uyda hammaga buyruq beraman. Tushundingmi? Pachchag'ing chiqaraman. Ro'tdan boshlab. Tushundingmi? Nima otangni molini bo'lisholmayapsanmi? Vag'ar hamsiyalarga sharmanda qilib. Mana yag'irchangizga ayting, kirlarimni yuvsin, bo'lmasa borki, onamni olib ketaman. Sen enang nima qilasan olib ketib? O'g'lim, aka-ukasilar nima qilasizlar urush qilib? Aka-uka durujni bo'lib, to'ysunoq bo'lib yashasalaring bo'lmaydimi? Hamma havas qilish kerak sizlarga. Meni o'zim yordam beraydim. Mana unda enasi kechqurunga osh aytgan.